Mana bu get in shape fe'llarga qarab chiqadigan bo'lsak, get in shape degani masalan kimdir ortiqcha vaznga ega bo'lib ketgan bo'lsa, o'sha odam aytsa bo'ladi. I should get in shape, that's why I should start going to the gym. Ya'ni men formaga kirishim kerak, shuning uchun zalga borishni boshlashim kerak. Ya'ni get in shape degani o'sha formaga kirish. Semirib ketgan bo'lsa, ozish. Mana shu ma'noda keladi. Ana endi work out. Work out bu umumiy so'z. Work out zalga borib qanaqa mashq bajarilsa, tosh ko'tariladimi, yuguriladimi, yuriladimi, hammasi work outga kiradi. Xo'p, spare tire. Spare tire bu ibora inglizda. Masalan, ya'ni tanasi oddiy keladi va keyin qorin qo'yiladi-yu. O'sha qorin qo'yishni inglizlar spare tire deydi. Masalan, Alexning qorni bor ekan desa, Alex has a spare tire deyiladi. Lekin spare tire umuman to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsa, bu qoringa aloqasi yo'q. Spare tire degani zapaska balon degani. Zapaska balon mashinani orqasida turadi-yu. Endi xuddi o'sha zapaska balonni odamni qorniga tushirib qo'yganga o'xshagani uchun ular kimdadir spare tire bor ekan desa, uni qorni bor ekan degan ma'noda keladi.